Borussia Dortmund va 2026-yilda Bundesliga doirasida o'tkazilgan barcha o'yinlarda raqib darvozasiga jamoa 3 tadan kam gol urmayapti va Heidenheim darvozasiga bugun Borussia an'anani davom ettirgan holda 3 gol urmoqda. Ofsayd yo'q bu yerda. Girassi vaqtida ofsayddan o'zini tiya oldi. Vaqtida unga uning sherigi to'pni yetkazib berdi. Bu Maximilian Bayer. Niko Kovic vaqtida o'zgarishlarni amalga oshirdi. Maximilian Bayerdan assist. Girassidan esa dubl. Nol emotsiya Girassida. Va uning ichidan o'tganini o'zi yaxshi biladi. Qanchalik bunga o'yin og'ir bo'lganini.